joylashgan bir talay suratlar topilgan. U 2 yil jazoni kechiktirish muddati bilan o'limga hukm qilingan. Qamoqqa olingach, sobiq amaldor avvalgidek hashamatli yashamadi. U 20 kvadrat metrlik turma kamerasiga tiqildi. Bunday kameraga 12-14 ta poraxo'rlar joylanadi. Kravatlar toshdek, matrats va yostiqlar yo'q. Ammo poraxo'rlarga shunchaki cho'zilib yotishiga berishmaydi. Ular ishlashga, kundalik normasini bajarishga majbur. Talab juda yuqori va uni bajarish juda shart. Bo'lmasa intizomiy jazo qo'llaniladi. Kuniga 8 soat ishlanadi. Men turmaga ilk kelganimda kuniga minglab diodlarni yig'ishga to'g'ri kelardi. Keyin 2000, 3000, hozir 4000 tagacha yig'a olaman. Hatto kunlik normani bajarish uchun hojatga chiqmasdan chidagan kunlarim ham bo'lgan. Poraxo'rlar turli ishlarni bajarishadi. Bu sexda svetodiodlarni yig'ishadi. Loyan turmadagi o'z mehnati haqida shunday deb eslaydi. Men bunga qadar jismoniy mehnat deyarli qilmaganman. Shu sabab turmaga tushganimda dastlab juda qiyin bo'ldi. Doim qadoqlar paydo bo'lardi. Terim shilinib tushardi. Qon oqardi. Meni qishda keltirishgan. Terim yorilib ketardi. Juda qiyin bo'lgan. Bir qism poraxo'rlar sexlarda ishlayotgan paytda boshqalari dala oshxonasida ishlashadi va ovqat tayyorlashadi. Ularning ratsioni qandayligini hozir ko'rsatamiz. Oddiy guruch, go'sht, sabzili qovurilgan o'rdak va turli xil sabzavotlar. Dala oshxonasidagilar ovqatni dastlab katta idishdan kichik bankalarga solishadi va har bir kameraning yetakchisiga olib borib berishadi. Yetakchi esa ularni kameraga tarqatadi. Ovqatni naq polga qo'yishadi. Hech qanday stul yo'q. Ovqat likopchalarni qo'lda ushlashadi va kravatlarda o'tirishadi. Keyin umumiy buyruq bilan turma nazoratchisi nazoratida tushlikni boshlashadi. Poraxo'rlarni nonushtada guruch, sabzavotlar bilan boqishadi va tushlikda yaxshi ishlashlari uchun go'sht berishadi. Albatta, guruch bilan. Poraxo'rlar uchun rang-barang menyu ko'zda tutilmagan. Tushlikdan keyin poraxo'rlar joylarini yig'ib, o'zlari idishlarni yuvib qo'yishlari shart. Normasini bajarganlar oyiga bir marta oilasi va yaqinlari bilan ko'rishish imkoniga ega bo'ladilar. Ammo maxsus oyna bilan bo'lingan xonada telefon orqali gaplashishlari mumkin xolos. Mehnat va intizom bo'yicha ko'rsatkichlari a'lo bo'lganlar maxsus uchrashuv xonasida yuzma-yuz ko'risha oladilar. Ammo bunday ko'rsatkichlarga juda kam odam sazovor bo'lgani uchun bu xona asosan bo'sh turadi. Yaxshi ishlaganlar uchun yakshanba dam kuni. Turmada turli xil madaniy tadbirlar uyushtiriladi. Masalan, poraxo'r mahbuslar xattotlik bilan shug'ullanishlari mumkin. Xo'sh, diqqat bilan yozganlaringga qara. Mana bunday yozish kerak. Sen nima deb yozding? Mo'y qalamning yurishini kuzat. Sening gorizontal chiziqlaring umuman yaramaydi. Bo'la qol, hammasini boshidan yoz. Poraxo'rlik bilan qo'lga tushgan yirik amaldor va sobiq rahbarlarning hayoti turmada shunday kechadi. Politsiyachilarning har soniyalik kuzatuvi, tinimsiz hisoblashlar, polda ovqatlanish va har kungi jismoniy mehnat. Ruxsatsiz hatto bir qadam ham qo'yish mumkin emas. Hamma narsaga ruxsat kerak. Yoki nazoratchining ijozatini kutish shart. Hatto ertalab ham buyruq bilan turiladi. Buyruq bilan tish tozalanadi. Turish va yuvinishga 15 daqiqa beriladi. 15 daqiqada bir nechta mahbuslar yuvinishga ulgurishi shart.
Uzoq yillar shunday turma hayotini kechirgan bir nechta poraxo'rlar ozodlikka hech nima yetmasligi va qilgan ishlari juda katta miqdordagi pullarni o'marishgani haqida nadomat bilan gapirishadi. Bu yerda ko'pchilik umrbod yoki jazoni 2 yilga kechiktirish sharti bilan o'lim jazosiga hukm qilingan.